Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, yana MDF krashning eshiklarimizni ustanovka qilib berdik. Xudo xolasa chiroyli qilib. Eshiklarimiz bu orqa tarafdan ko'rinishi, daborlarni tiqib, nalchikalarni qilib chiroyli qilib yoqib berdik. Eshikda kiraverishda hammasi eshiklarga stopperlar o'rnatib berganmiz. O'rnatishimiz sababi eshik ochilganda daborga tegib shikast yetkazmaslik uchun. Uchtadan petlalar qo'yilgan. Sekret qulflar. Bunisi bir qanatlisi, orqa tarafdan ko'rinishi chiroyli qilib ustanovka qilib berdik. Samoklari ham orqa tarafdan ko'rinishi bularni xudo xolasa birinchi etajda ham eshiklar bor, ularni ham hozir bir qator videoda ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu mana birinchi etajda eshiklarimiz 1,5 qanat, matviya ayni bo'lgan, besparok. Bunisi bir qanatli ko'rinishi. Old tarafdan ko'rinishi. Yonma-yon bir qanatli eshigimiz. Ikkalasi ham oynali, shotlandka fasonda. Orqa taraflardan ko'rinishlari chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Keyin ko'p joyda muammo bo'ladigan narsani aytib ketaman, muammoni. Xo'p, mana bunda ham besparo eshigimiz kafelini oldiga tekis qilib qo'yilgan. Xo'p, kesak 8 li bo'ladi, ko'pincha standart eshiklarda. Kafelda ichkariga 6 sm kirgizilsa, parketda 2 sm kirgizib, stik mashetda qolib kelsa, eshik yopilganda chiroyli bo'ladi. Kafel oxirigacha, nari tarafdan qarasangiz, parket oxirigacha kelgan bo'ladi. Chiroyli turadi yopilganda. Hozir bu yerda shu muammo bo'lgan. Keyin oldiga biz nashinni qilib berdik, o'sha stikni yopish uchun. Ichkariga ochiladigan bo'lsa, o'sha razmerda 6 sm kirgizish kerak kafelda. Agar eshik tashqariga ochiladigan bo'lsa, 2 sm kirgizish kerak kafelda asosan. Hop, eshiklarimizni bu joylarda moldinglarni ham qilsak, xudo xolasa juda chiroyli chiqadi. Kanalimizga kuzatib boringlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.